Anchagina pul ishlatdi. Bundan qanchasini tokka sarflayapsiz? Hozir bildim aka 45 ming so'mgina to'kka ishlatar ekanman. Shunday katta apparat aka, vaqti mazza ekan lekin apparatlarga gap yo'q. Assalomu alaykum hammaga promo kuzatuvchilar. Juda ko'p klientlarimizdagi savol, bitta so'ytma apparatimiz oyiga qancha elektr energiyasi rasxod qiladi? Shuni hisoblab beringlar deganda, klientlarimiz talabidan kelib chiqib, maxsus chuchuk qo'ydik. Chuchugimiz no holatda qo'yilgandi. Mana Davron kelib o'zi o'rnatib ketgandi. 9-yanvar kuni 11:52 da qo'yilgan ekan. Hozir soatimiz necha bo'ldi? 1 minut farqi bor. 11:51 bo'ldi. 12-sana 3 kunlik apparatimiz ishlaganida qancha energiya sarflaganini bitta ko'ramiz. Xo'sh, knopkani bosamiz. Chuchuk ko'pchilik biladi, hamma narsani hisoblaydi. 427 kilovat sarflagan 3 kun davomida. Rapparasi 3 kun davomida. Mayli, apparaturamiz kam ishladi deylik, maksimalni 3 kunda 4,5 kilovat hisoblasak ham kalkulyator ochingda. 3 kunda bizda 420 450 hisoblasak ham. Xo'p, mayli, 450. Maksimal hisoblaymiz. Ko'paytiramiz, 10 ga ko'paytiramiz. Sababi 3 kunda 10 ga ko'paytirsak 30 kun bo'ladi. O'sha bir oylik o'rtacha chiqib keladi. Va bizda 45 kilovat. Bu yoq plyus minusi bilan yana 5-10 kilovat qo'shilishi mumkin. Sababi apparatura ishlashiga qarab energiya ko'proq sarflashi mumkin yoki kamroq sarflashi mumkin. Siz ishlagan summangizni, men ishlagan summa bir oyda o'rtacha 2,5 kun ham bo'lganda ham yillik o'zim to'kka ketishi menga bayram sabgam olib olsa kerak emas menga hech qachon. kimga shunaqa apparaturalar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishni mumkin.